Desmos bu shunchaki kalkulyator emas. Bu siz SAT matni foydalanishingiz shart bo'lgan yashirin quroq. Ko'pchilik o'quvchilar Desmosni yaxshi bilmagani uchun modul 2 da ma'lum bir savollarga oxirida bilsangiz savollar bor, qiyin savollar bor. O'shalarga ulgurmay qolishadi va o'zlari erishishlari mumkin bo'lgan full potensialga chiqa olishmaydi. Bu videoda siz bizni o'rganadigan, xudo xolisa, triklar, texnikalar YouTube'dagi videolarni Desmos hacks, let's say, sizlarni umumiy Desmosni yaxshi tushunishga va undan keyin SAT matematika balangizni keskin oshirishga yordam beradi. Yana bitta narsa, men bu videoni tayyorlash uchun YouTube'dagi Desmosga aloqador qanaqa video bo'lsa, o'zim topgan, o'sha 30 tadan ortiq video ko'rdim va umumiy SAT matematika tayyorlaydigan yangi digital SAT math kitoblari bor. O'shaning 3 tasidagi hamma qanaqa DSAT o'sha Desmos texnik bo'ladigan bo'lsa, hammasini o'rganib chiqdim. Bu nima degani? Siz videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz va hamma texnikalarni to'g'ri ishlatishni o'rgansangiz, bundan boshqa Desmos qo'llanma sizga kerak bo'lmaydi. Va hamma texnika o'rganganimizdan keyin men sizga o'sha Desmos bo'yicha ishlanadigan savollar, exerciselar ro'yxatini beraman. Shu tam linkini beraman. O'shanga borib, o'rgangan hamma triklarni practice qilishingiz mumkin bo'ladi. So, let's get started. Sizda savol tug'ilishi mumkin. Bu gapirayotgan odam kim o'zi? Shu haqida dars o'tishga yoki Desmos haqida o'rgatishga haqqi bormi deyishingiz mumkin. Menimcha bor, chunki ayni damdagi SAT ballim 1250 va ko'pchilik o'quvchilarimiz 1400 dan ko'p, 1300 dan ko'p ball olishgan shu paytgacha va Rahimov Schoolda ayni damda SAT dan dars beraman. Well, let's go guys. Demak, boshlaymiz unda. Qanaqa savol turlarini o'zi Desmos bilan ishlasa bo'ladi. Shuni ko'rib chiqamiz. Let's go. Let's go with the agenda and let's move to the next part. So, Desmos yordam ishlash mumkin bo'lgan savol turlari. Bu birinchi juda ham ko'p, mana ko'ryapsizlar, endi ko'p savollar ishlasa bo'ladi bemalol, lekin asosiysi bu tenglamalar, funksiyalar. Asosan shu. Undan tashqari masalan meanni, medianni topish mumkin, percentage savollarni ishlash mumkin, lekin asosiy ishlash mumkin bo'lgan narsalar tenglamalar, o'sha funksiyalar va tengsizliklar ham bor aytgancha ismi chiqibdi. Mana chiziqli tenglamalar, ildizli tenglamalar, modulli tenglamalar, ratsional tenglamalar, tenglamalar sistemasi, kvadrat tenglamalar, circle equations, chiziqli tengsizliklar, tengsizlik sistemasi, chiziqli funksiyalar, kvadrat funksiyalar, eksponensiya, ya'ni darajali funksiyalar va trigonometrik funksiyalar. Trigonometrik funksiyalar chuqur kirilmaydi, chuqur kirish qiyin Desmosda. O'sha savollar bor. Bitta har bittasi bo'yicha qanaqa qilish kerak bo'yicha ko'rib chiqamiz. Faqat undan oldin bitta narsa bor. Siz endi tabiiyki Desmosni Bluebookga built-in bo'ladi. Ya'ni o'sha Bluebookning o'zida bo'ladi. O'sha SAT topshiradigan programmada, dasturda. Xo'p, biz bu yerga keladigan bo'lsak, okay, like we have this. Demak, misol uchun Desmos deb qiladigan bo'lsangiz, mana odatiy kalkulyator chiqadi bu. Bu sizga SATda beriladigan kalkulyator emas. Ya'ni u bir xil emas. Mana bu yerda rasm joylash mumkin, alohida notlar bor qanaqadir. Siz misol uchun Google ga yozishingiz kerak, mana Desmos for SAT deb yozadigan bo'lsangiz, mana shu aynan SAT uchun o'sha digital SAT boshqaruvchilar topilgani bor o'zi, ya'ni moslangani bor Desmosda. Mana o'sha kelib chiqadi, uni ko'ryapsizlar. Bunda ko'ryapsizlar hamma narsa yo'q bu yerda. Ya'ni bu nisbatan cheklangan va aynan mana shu sizga imtihonda beriladi. Mana ko'ryapsizlar, College Board deb yozilgan, Digital Practice SAT bor, SAT bor va boshqa College Boardning imtihonlari. Xo'p, unda davom etamiz. Birinchi savol turi. Endi birinchi savol ishlash mumkin bo'lgan Desmos orqali. Umid qilamanki tez gapirmayapman. Xo'p, bularni aytdik. Let's go. Chiziqli tenglamalar mana aytyapti. If 2 over 5x minus 2 equals to x minus 4, what is the value of x? Juda ham oddiy. Buni shunday qo'lingizda ham ishlab qo'yishingiz mumkin. Tez ishlashingiz mumkin. Muammo yo'q. Men sizga buni Desmosda qanaqa qilib ishlash mumkinligini ko'rsataman. Chunki Desmosning bitta zo'r xususiyati bor. U tez va u aniq. Endi misol uchun men ba'zida shunaqa bo'ladi, imtihonda ham shunaqa bo'lib turadi. Oddiy equationlarni ham kalkulyatorga yozib, I just make sure. Chunki ba'zida o'zimga ishonmayman, chunki xatolar qilaman, boshqa narsalarda stupid mistake'lar bo'ladi. Misol uchun, agarda Desmos bilan ishlash mumkin bo'ladigan bo'lsa va bu tez bo'ladigan bo'lsa, men odatda Desmos bilan ishlab qo'yaman. Mana chiziqli tenglama bor. Shuni Desmos orqali ishlab ko'ramiz. Let's go. Xo'p, o'zi odatda imtihonda sizga savol turadi va savolni tagida shunday Desmos chiqarib olishingiz mumkin. Men hozir ikkita nimani orasida move qilaman.
So that like it's clear, everything is clear for you guys. Hop, bu chiziqni tenglash uchun yozib qo'yish mumkin. Misol uchun 2/5 misol uchun x deb, demak -2 teng 2x plus 2x minus 4 bo'ladida. Mana ko'rgan bo'lsanglar, mana bunaqa chiqyapti. 1.25 chiqyapti. Nu men bunaqa qilmayman odatda. Bir alohida bitta o'sha tenglikni ikki tomonidagi tenglamalarni o'zim olganda men funksiya deb olaman va y ga tenglashtiraman. Misol uchun 2x minus 4 teng y ga 2x minus 4 teng y ga. Xuddi o'sha value 1.25 chiqyapti, lekin bizda ba'zida boshqa narsa ham so'rash mumkin. Misol uchun bu tenglamamizni demak javobini chiqdi, ko'rdinglar. Kesishgan qism bo'ladi tabiiyki. 1.25 ekan. Juda ham oddiy. Buni o'zingiz ham ishlashingiz mumkin. Men shunchaki osonidan boshladim. Like, starting with easier and then getting to the hard ones. Keyingi savolga o'tamiz. Keyingi savol juda ham oddiy. Bu ham oddiy. O'zingiz qilishingiz mumkin. Qo'lda ham bemalol, oson savol. Men shunchaki dasmasda qilish yo'lini ko'rsataman. So, let's go. Yana y ga tenglashtirishni yaxshi ko'raman. Men shuni hop 15x minus 9. Oh, what is this? Okay, we don't need that. So, minus 9, mana bitta tenglama bor, uje, mana chiqdi, ko'rdinglar. Keyingisi y teng minus 15 bo'lyapti. Oh, minus 15 6 minus 10x. Ko'rgan bo'lsangiz, bitta qiziq narsa bo'ldi hozir. Bu nima deydigan bo'lsangiz, mana bu pastdagi tenglama, bu ya'ni o'sha funksiya farqi yo'q, graf, ikkinchisini ustiga shuna tushib qoldi. Endi buni matematikani yaxshi biladiganlar biladi. Mana o'chirsam, mana turibdi bu. Shuna ustiga tushib qolyapti. Bu degani bu tenglamalar yoki mana shu tenglamani cheksiz ko'p yechimi bor degani. So, I think it's simple. Let's continue. Keyingisi. Ildizli tenglamalar, bu ham juda ham oddiy. Buni ham soch endi 0 ga tenglashtirmaymiz, y ga tenglashtirib qo'yaman, chunki bu yaxshiroq narsa chiqaradi. So, qani, let's go. Menimcha bu savol College Pandadan olingan, xiraligidan ko'rishingiz mumkin. Davom etamiz. Y teng. Hop, funksiya qilib yozyapmiz. Dasmasning o'zini qiziq anavlari bor, demak, shortkatlari bor. Ko'pchilik mana bundan kelib, mana bu ildizni yozib, keyin qilishadi. Siz shunchaki oddiy square sqrt yozadigan bo'lsangiz, o'sha ham mana shu square root, ya'ni kim ildizni kelib chiqadi. It's just a quick tip. Davom etamiz. Hop, 2x plus 8 bo'lyapti. Minus 3 bo'lyapti. Yana square root. Square root x minus 3 bo'lyapti teng 0 ga. Teng 0 ga demaymiz, o'sha bizda y bor. What value of x is a solution to the given equation deyapti. Bu ya'ni x tenglamaga, shu bizga berilgan tenglamaga solution bo'lishi uchun mana bu 0 ga tenglashtirilgan bo'lishi kerak. Xo'p, demak o'sha y mana 0 ga teng bo'lgan joyini ko'ramiz. Javobimiz 5 bo'lyapti. Buning javobi 5 ekan. So I think menimcha shunaqa, boshqa narsa yo'q. Let's go. Buning javobi 5 ekan. Menimcha tushunarli bo'lyapti. Juda ham oddiy, shunchaki tenglamani kirgizasiz va 0 ga tenglashtirmaysiz, shunchaki y ga tenglashtirasiz. 0 ga tenglashtirsa ham o'zi aslida ishlaydi. So mana. Okay, shu muammo chiqadi ba'zida. O'zi chiqyapti, mana 5 chiqyapti, shunchaki bosganingizda chiqmaydi. And this is not good. That's why I like doing it with y. Shunchaki aniq value chiqyapti. Mana shu ham tushunarli, nega men y bilan qilishimga. Ildiz tenglama juda ham oddiy narsalar, shunchaki ko'rsatyapti bular. Davom etamiz. Hop, keyingisi modulli tenglama, juda ham oddiy savol. Shuni qarab og'zga kishab qo'yishingiz mumkin, albatta bilaman. But let's see if we can solve it with dasmas. Let's go. Y teng, qaranglar, qiziq qilamiz hozir yana. Boyagi savoldagi o'xshagan qilaman, ikkita tenglama qilaman. Y teng, modulni chiqarish men bilmayman. Hop, uji chiqyapti, mana bitta turibdi va ikkinchisiga y ni men shunchaki 9 ga tenglashtirib qo'yaman. Bo'ldi. Men bitga kelsak, mana bizga uje ikkita yechimi chiqyapti. Mana kesishgan joy yechim hisoblanadi, bilasizlar. -7 va 11 bu tenglamani, mana shu tenglamani yechimlari hisoblanar ekan. -7 ni yozsangiz ham, 11 ni yozsangiz ham javob to'g'ri. Shunaqa. Oddiy, juda ham simple. Buni boshqacharoq ham qilish mumkin, ozgina. Endi x minus 2 tam bu yerda 9 turibdi. 2 tomondan 9 ni ayirib yuboraman. Bunda 0 ga teng bo'lib qoladi. O'shanda x
-2 tam bu modulning ichida -9 qilsangiz ham xuddi shu narsa chiqaveradi mana. 11 bilan -7. It's slightly different but ozgina boshqacharoq, no, javob baribir bir xil chiqaveradi. Davom etamiz. Let's go. Salgina murakkablashamiz. Uje rational equations, kasrli tenglamalar, ratsional tenglamalar. Bularni ham xuddi shunaqa qanaqa qilgan bo'lsam, bu qismini y tenglashtiramiz, bu qismini ham y tenglashtiramiz va kesishgan joyi o'sha tenglamani yechimi bo'ladi. Let's go. Y teng. Hop 4x yana ham bunaqa kvadrat ham qilish mumkin yoki bunaqa qilib shift altini bosib tam kvadrat ham qilish mumkin. No, like again some techniques. Hop bu x kvadrat -9 ekan. Davom etamiz. -2x taqsim x plus 3. So interesting. Ikkinchi tenglamani yozamiz endi. Y teng 1 taqsim x minus 3 bo'lyapti. I think that's it. Hop. Demak, ikkita tenglama mana bu x mana bu ham y qismi mana bu qism bo'lyapti. Va qizil bo'lyapti, ya'ni birinchi qismi tenglamani. Ikkinchi qismi ko'k bo'lyapti. Kesishayotgan joyi bor bizda. Mana 0.5 da kesishyapti. 0.5 degan javobimiz bor. C to'g'ri javob. Ya'ni o'sha C javob to'g'ri keladi. So I think that's it. Very easy, very simple. Buni yozib, boyagi kengaytirib, endi qisqartirib boshqa narsa ham qilish mumkin. No, it takes time, but Desmos is fast. Hop, tepada ham mabodo kesishma bo'lishi mumkin. Mabodo shuni x nima shuni bossangizda chiqadi, mana. Bosganda chiqyapti. No, 0.5 tepadagisiga borishimiz shart emas ekan. Hop. Hop, keyingi savol, endi tenglama sistemasiga o'tdik. O'sha ham ratsional, menimcha oson bo'lyapti, tushunasiz degan umiddaman. Hop. YouTube video qilmagani ancha bo'lganda, uzoq muddatli. So, I hope you will understand. Let's go. Tenglama sistemasi bu juda ham oddiy. Biz o'zim bo'lganda tenglama sistemasini qildik mana bu savollarda ham. Shunchaki mana bu qismni va mana bu qismni y ga tenglashtirib, bu yerda esa xuddi shu narsani yozib qo'yamiz. Shu x bilan y tam o'sha kesishadigan joyida x va y ning o'sha koordinatasi bizga tenglamani yechimi bo'ladi. Let's go. Hop, x kvadrat bo'lyapti plus y plus 7 yozishmasam, teng 7 ekan. O'sha bitta graf bor bizda, parabola bor. 20x plus 100 minus y teng 0 ga. Hop, sal mundoqroq olib kelamiz va mana o'sha kesishgan joyi bor. Mana o'sha bosib chiqadi, mana bosib ustiga mana bitta bosib chiqadi mana. Bosdim, -10 ekan. X qiymati va y qiymati -100 ekan. To'g'ri yozgan bo'lsam, adashmadim menimcha. Shunaqa. Demak, x ning valyusi -10 bo'lishi kerak. Agarda xato qilmagan bo'lsak, plugin o'sha valyularni kiritishdi. Hop, tenglama sistemasi menimcha oddiy, juda ham tushunarli. Davom etamiz. Another example. Hop, sal qiyinrog'i, no, I think we can figure it out. Bu o'sha ham kvadrat funksiya bor bo'lgan qismi, mana shu kvadrat qismi ham bormi? Bu yerda ham bor-ku. No, that's it. Let's go. Hop. Y teng -3x kvadrat bo'lyapti. -58. Mana bizning parabolamiz bor o'sha. Va y teng bo'lyapti. Px mana bizda bitta qiziq narsa, yangi narsa qo'shildi. Slider degan narsa bor. Hozir o'rganib chiqamiz uni ham, nimaligini. -46, no, tushunarli. Endi qaranglar, bu p nima? Bu slider nima? Bu shunchaki p ni o'rniga kirgizishingiz mumkin bo'lgan value, like that's it. Bizga tam savolda bitta sharti bor, mana. In the given system of equations, p is a constant. The graphs of the equations in the given system intersect at exactly one point. Ya'ni mana shu ikkita tenglama yoki ikkita tenglamani o'sha tam grafi faqatgina bitta joyda ketishadi deyapti. Bu degani ularni yechimi bitta degani. Hop, buni qilishning oddiy usuli bor. Shunchaki mana bu demak tepada turganimizdek chiziqli funksiyaning grafigi, mana p ni qimirlatyapmiz, mana ko'ryapsizlar, mana qimirlayapti. Shunaqa bo'lishi kerakki, shunaqa bitta no bilan kesish kerak. Mana olib keldim men bitgacha. Mana hali ham ketishmayapti. Mana bosganda o'zi bilinardi. Undan kattaroq menimcha qiymat. Undan kattaroq ustiga bitta bosadigan bo'lsak, mana umumiy biz kengaytirishimiz mumkin bo'lgan chegarani ochamiz mana.
Hop, oh my god, okay. Adashib hammani bildi. 12 ekan. Men shunchaki qo'yib ko'ryapman. Mana kesishgan joyi bitta bo'ladigan bo'lsa, mana meniki o'sha tam kesishgan joyi bitta bo'ladi deyapti o'z savolda. Biz ham shunaqa qilyapmiz. So, P12 bo'lganda bitta bo'lyapti. Mana siz ko'rishingiz mumkin bu yoqda mana. Bu yoqda уже value ikkita bo'lyapti. Mana bitta bu yoqda bor. Yana menimcha oh my god, pastga tushib ketib qoldi o'xshay. Bundoq qilsa ham menimcha bilinadi. Mana. Oh shaysa. Oh my goodness. Sorry guys, there is something wrong. Okay. Shuni to'g'rilab yuboramiz. Bo'ldi. O'chirib yuboribman. Xo'p, mana ikkita value bor bu yoqda. Ikkita kesishyapti. Lekin biz necha qildik bu? Shunda 10 da chiqmadi. Xo'p, silitamiz 11 da bormidi? 11 da. Sal cho'zilyapti. Bu odatda tezroq bo'lardi. 12. Ha, 12 ekan, 12. So, x ning valuesi necha deyapti? X ning valuesi -2 ekan. Menimcha tushunarli bo'ldi. Ozgina ko'proq vaqt ketdimiz kerak. Davom etamiz. Bularni ishlash mumkin. Diskriminant qilib, bu ham baho oladi, lekin Desmosda o'rganib olsangiz, bunaqa ko'p vaqt ketmaydi va imtihonda aytganimdek, Desmos mana bitta turadi. Siz undan menga o'xshab switch qilishingiz shart bo'lmaydi. Let's go. Hop. Keyingisi. Cho'zilib ketmayapti degan umiddaman. Hamma savol. Juda ham ko'pchilikni imtihonda bilmadim. 3-4 minut, 5 minutda ko'proq vaqtni olib qo'ygan savol. Lekin buni Desmosda ishlaydigan bo'lsangiz, juda ham oddiy. Hozir ko'ryapsizlarmi? For each real number r, which of the following points lies on the graph of each equation in the xy plane for the given system deyapti. Men bu ikkalasi bir xil tenglama hozir. Aslida buni hozir nima qilamiz? Desmos kiritamiz. Shunchaki mana bu demak 2,5 baravarga adashmasam, yo'q, 2,5 baravarga ko'paytirilgan varianti mana buni. Like it's so simple. Mana bu nuqtalardan qaysi biridir? Mana shu bizda berilgan tenglama sistemasini o'sha grafida yotadi. Buni bitta yo'li bor, tekshirib olishni. Shunchaki r ni manbatga qo'yib ko'rasiz. O'sha x ni qiymati ya'ni o'rniga va men bu -4r over 5 plus 15 over 8 ni y ni qiymatiga qo'yib ko'rasiz va tekshirasiz shunchaki tam boyagi tenglamani ikkita qismi bir-biriga teng bo'lyaptimi deb. Va har bitta value ni men bunga kirgizib chiqish juda ham ko'p vaqt ketadi. Like it takes a lot of time. Juda ham ko'p vaqt oladi. Lekin Desmosda qiladigan bo'lsangiz, Desmosda it is really easy. Unda oldin bitta qoida bor. Bitta nuqta bu yoqda bizga variable bor bitta. Endi tam r bor ya'ni bu yoqda. O'sha tam kirgizadigan bo'lsa value ni, u har doim agarda bizga berilgan o'sha line ustida yotadigan bo'lsa, mana bu demak qaysi javobni bilmayman. O'sha javobdagi nuqta yoki o'zim endi oh my god, that point basically to'g'ri javob hisoblanadi. Well, hozir misolda ko'rsangiz menimcha yaxshiroq tushunarli bo'ladi. Let's go. Xo'p, yozamiz. 10x plus 8y. Bu 10x, bu 10x emas. Xo'p, ana o'sha bizda tenglamamiz bor. Grafimiz bor. Xuddi shu narsani bu yerga ham kirgizish mumkin. Qolgan o'sha boyagina aytganimdek. 25x plus 20y bo'lyapti. Teng 37,5. Hop, and ustma tushyapti. Aytganimdek, like they're the same thing. Like they have infinitely many solutions. Endi biz uni qizg'in narsani boshlaymiz. Bizda yana o'sha boyagi o'rtog'imiz, like we need that slider. Va buni hozir qaysi biri, demak, bizga berilgan mana shu grafga tushishini, har doim o'sha grafda yotishini bilish uchun har bitta pointni kirgizib chiqaman. Aytishingiz mumkin, bu ko'p vaqt ketadi-ku, ko'p vaqt oladi-ku deb. Lekin buni o'zingiz qo'lingizda qilib chiqish undan ham ko'p vaqt oladi. 2x, 3x bilmayman. Ancha ko'p vaqt oladi. Qani bitta mana, hop, endi qavs bu, demak bizga pointni kirgizayotganimiz bildiradi. Hop, let's go. Endi virgul qo'ysam o'sha mana r ni qo'ydim. Bu x value. Davom etamiz. O'sha -4r taqsim 5 plus 15 taqsim 8. Slayderni qo'shaman. Farqi necha bo'lishi muhim emas mana. Eng muhim narsa, men slayderni qimirlatgan paytimda, mana ko'ryapsizlar, mana qimirlatdim. Masalan, 10 bo'lganda, o'sha bu grafda yotmayapti. Lekin bizda mana bu savolda aytibdiki, for each real number r nechi bo'lsa ham deyapti. Nechi bo'lishi farqi yo'q. Real number bo'lsa bo'ldi. Mana shu grafda yotsin deyapti. Bizda hozir r 10, mana bu nuqta bor
va u unda yotmayapti. Demak, javob A emas ekan. Qolganini ham qilib chiqamiz tez. Let's go. R bo'lyapti. Hop, R 5R taqsim 4 plus demak 4 taqsim 5 bo'lyapti. Ana o'sha ham bu ham yotmayapti. Umuman boshqa joyda ekan. Hop, endi keyingisi C valueni kiritamiz. R minus 4 R taqsim 5 ekan bu. Minus 4 R taqsim 5. Plus 3 taqsim 2. Okay, bu x value ekan va bu r ekan mana bu yerda. Mana bu tushyapti. Qani? Xo'p, mana shunchaki bu bir marta tushgani hisob emas. R ni valuesini o'zgartirib ko'rish kerak. Mana qaranglar. O'zgartiryapman. Xohlasangiz mana 1000 qiling. Endi 1000 bo'lsa menimcha yo'qolib qolsa kerak bu yerdan. 10 qilyapman, 15 qilyapman. Sezgan bo'lsanglar, mana hozir oxirgi kiritgan valuem C dagi nuqta har doim uni o'sha grafni ustida yotibdi. Bu degani, demak, o'sha mana shu C point, mana shu R kelayotganda, shu C point basically har doim, ya'ni kim C dagi variant, demak, har doim bizda ushbu tenglamalarni demak grafida tushar ekan. Videoni demak 0016 olyapmiz hozir. Shu uchun ozgina charchoq alomatlari bo'lsa, so I hope well, you apologize me for that, guys. Shuni yo'qotish kerak, qo'shib qotdi. Davom etamiz. Hali qolgan ishimiz ko'p. So, let's go. Next one. Very simple, very easy. Shunchaki mana shu demak bu tenglamani yoki mana shu funksiyani linear functionni mana linear functionni shunchaki kirgizasiz bu yerga. Kesishgan joyini topasiz va x bilan y ning valyusi chiqadi. Bunisi osonroq ekan. Y teng 3x plus 1 va y teng 4x minus 6. So, yeah. Kesishgan joyini ko'ramiz. Necha ekan? 7 ga 22 bo'lyapti. Bizda C javob to'g'ri ekan. Very simple, very fast. So, let's go. Shunchaki qo'lda qilsa ham bo'ladi. No, Desmos is always like it's always accurate, you know. Xo'p, kvadrat tenglama o'tdik. U yana yangisi. Bu ham oddiy. Sezgan bo'lsanglar, mana qaranglar. Buni ham o'sha boya qanaqa ishlagan bo'lsangiz, buni ham hozir xuddi shunaqa ishlaymiz. Mana bu qismini alohida ajratib olamiz. Xuddiki kvadrat funksiyadek. Bu qismini ajratib olamiz. Xuddiki kvadrat funksiyadek va ikkalasini ham y ga, y ga teng qilib yozamiz. Va ikkalasini kesishgan joyi yo'q, kesishgan joy emas ekan. Bizdan nima so'rayotgan ekan bu yerda? Sum, yig'in so'rayotgan ekan. O'sha kesishgan joylarini, ya'ni o'sha yechimlarni yig'intisini topishimiz kerak ekan. Qani? Ko'ramiz. Let's go. Hop, x plus 1 minus 56 teng y ga. Ana. Keyingisi y teng, farqi yo'q, tam boshdan oxirdan tabiiyki. 4x x minus 7 bo'lyapti, adashmasam. Shunaqa. Endi kesishgan joydan ko'ramiz. Shuni bitta bossak chiqadi, mana aytganimdek. Bittasi 0 bo'lyapti. Kesishayotgan paytda, ikkinchisi 7 bo'lyapti. Menimcha boshqa yo'q. Mana bitta ham bitta bor ekan, mana 266 bor ekan. Mana bitta bizda. Demak 0 bor ekan va demak 7 bor ekan. 266 ga 7 ni qo'shsak, hozir ikkalasini qiymatini sum of solution chiqib chiqadi. Bu yerda 0 bor. 9.66 ekan javob. Javobni qanaqa qiladigan bo'lsak, bitta narsa bor. Dastlab o'zim ham Bluebookga javobingizni kirgizishda tam 4 ta raqam bo'lish kerak. Misol uchun o'sha Bluebookda bo'sh joyga kiritilayotgan paytda mana shu 9.66 chiqadigan bo'lsa, 66 bilan 4 ta raqam sig'adi yoki 67 farqi yo'q, ikkalasini ham demak Bluebook to'g'radi. Misol uchun shunchaki 9.66 mana qilib 3 ta raqam yozsangiz yoki mana 967 3 ta raqam yozib qo'yadigan bo'lsangiz, bu xato. Misol uchun mana qilib tam this is wrong, okay? Siqqanicha yozing o'sha tam bo'shliqqa Bluebookdagi. Xo'p, kimdir yangi bo'ladigan bo'lsa SAT ga, Bluebook bu o'sha SAT testda topshiriladigan platforma basically. Keyingisi, davom etamiz. Xo'p, in the given equation C is a constant, the equation has exactly one solution. What is the value of C? Simple. Nima qilamiz bu yerda? Mana tenglama berilgan bizga. Buni 0 ga emas, y ga tenglashtiramiz va C ni slider sifatida olamiz va o'shanda qachon one solution bo'lishini ko'ramiz. Let's go. Xo'p, shunchaki mana qo'yib qo'ysam bo'lar ekan. Minus 9x kvadrat plus 30x o'shaysa. Wait. So plus c bo'lyapti. Teng ikkala slaydda chiqyapti уже. Unda qizil hayli mana. Qizil narsa ikkita joyda kesishyapti. Mana demak bu x o'qi bilan y 0 ya'ni kim ikkita joyda bo'lyapti. Bu degani buni ikkita solution bor degani.
bizga masalan shart aytyaptiki, uni bitta solutioni yechimi bo'lsin deb. Cni har xil joyga silishtirib ko'ramiz. Bu bitta variant yoki shunchaki men bu variantlardan bittasini tekshirib ko'ramiz. Let's go. 3 qo'ydim. 3 ta hali ham ikkita yechim bor. Javob emas ekan. 0 qo'yib ko'ramiz endi. 0 qo'yganimda ham xuddi shunaqa bo'lyapti. Javob B ham emas ekan. Ikkita yechim bor hali ham. -25 qo'yib ko'ramiz. Aha. O nechta ketishyapti? X o'qini 1 martada ketishyapti. So C to'g'ri javob bo'lishi kerak. No, D ni ham tekshirib qo'yish mumkin. Shunchaki mana уже D varianti umuman yechimi bo'lmas ekan, tenglamamizda. Keyingi savol bu circle equationsdan ekan. O'sha bizda SATda shunaqa savol turi ham bor. Aylanani sizga x, y o'qidagi markaziy nuqtasini topish bo'yicha shunaqa bir tenglama bor. Bu bo'yicha alohida darslar ham bor, topib ko'rishingiz mumkin. Buni biz hozir qanaqa qilib distance orqali ishlash mumkin? Mana shunaqa circle equation alohida savollarni shuni ko'rib chiqamiz. Mana bizga o'sha aylana tenglamasi berilgan va savolda so'rayapti the graph what point lies on this circle. Mana bittagi berilgan variantlardagi qaysi nuqta ushbu demak aylanamizda yotishini so'rayapti. Xo'p, bu boshqa ekan, hamma kelamiz dastimizga. Demak x plus 7 ning kvadrati ekan. Xo'p, plus y, xo'p, y minus 11 ning kvadrati ekan. Teng 25 ekan. Chiroyligini aylana paydo bo'ldi. Xo'p, demak endi bitta ko'rib olishimiz kerak. Qaranglar. Hozir aniq narsa menga bu tenglama bo'yicha aylanani markazi -7 da ekan. Ya'ni x koordinatasi va y koordinatasi 11 da ekan. Buni shu nima bo'yicha ko'ryapman. Tenglama bo'yicha ko'rinyapti. Bu degan javob A emas degan. Chunki savolda bizda which point lies on this circle, ya'ni on this circle degani mana bu qaysi qismida, mana bu chekkasidagi qaysi nuqta, ya'ni misol uchun bizda berilgan mana buni bittasi bo'lishi mumkinligini so'rayapti. Boyiga -7 va 11 bo'lsa, bu mana bu markazdagisi, mana bitta 7 keladi, bitta 11 keladi, markazdagi nuqta bu. Xo'p, B ga qaraymiz. B da aytayaptiki, x 11 bo'lgan paytda y -7 bo'lsin deyapti. Mana shu nuqta ushbu aylanani demak grafikida yotadi deyapti. Qaranglar, x 11 bo'lganda, mana x 11 bo'lganda umuman boshqa tomonda. Bu yoqda umuman aylanamiz yo'q. Bu degan javob B emas degan. Xo'p, demak javobimiz A emas ekan, B emas ekan. Endi C bilan D ni tekshirib ko'ramiz. Qani, bu x koordinati, bu y koordinati qo'yib ko'ramiz hozir. Xo'p. Ildiz square root 11 plus 7. Xo'p. Oh, sorry. Xo'p, ildiz osti 14 minus necha ekan? Minus 11 ekan. Xo'p, bu nuqta qani? Xo'p, bu nuqta umuman yotmayapti. Circle da juda ham oddiy. Va oxirgisi D variantini tekshirib ko'ramiz. D javob bo'lsa kerak katta ehtimol, baribir ham, chunki bu hisoblarimiz boshqa javoblarimiz xato chiqdi. 11 minus 7 virgul ildiz osti 14 plus 11 deyapti. Ya, 11 deyapti. Ko'rasizlar, bu aynan aylananing ustida yotibdi. Shuning javobimiz D. Mana tushunarli bo'ldi. Again, I just plugged in the values. Like that's it. X va y qiymatini shunchaki qo'yib ko'rdim men bitga. Bo'ldi. Ya'ni let's go. Xo'p, chiziqli funksiya. Demak, tenglamalarimiz tugabdi. Circle equations bo'ldi. Hamma tenglamalar tugabdi уже. Dastur orqali ko'rish, ishlashni ko'rib chiqdik. Men bu narsani ham tenglama, ya'ni circle equation tushadigan bo'lsa, buni radiusini ham, boshqa narsasini ham, diametrini ham o'sha ham bunga qarab topish mumkin. Berilgan tenglamaga qarab yoki o'shanda bunga yozadigan bo'lsangiz, dastimizga shuni yozganimizdek biz o'shanda ham o'sha bemalol ko'rib olish mumkin, qancha diametri bor, qancha radiusi borligini. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Let's go. Xo'p, chiziqli funksiya. Some values of the linear function f are shown in the table above. Which of the following values, which of the following defines f deyapti. Xo'p, bu table question. Table question emas, bu funksiya question. Faqat buni dastimdagi table function orqali ham ishlash mumkin. Qanaqa qilib bergan bo'lsangiz, hozir ko'rsataman. Buni odatda qanaqa ishlanadi? Masalan, mana bitta bizga qiymatlar berilgan.
o'sha qiymatlar bitta qo'yib ko'riladi. Misol uchun x o'rniga 1 qo'ysak 5 chiqyaptimi? Misol uchun bu ham yaxshi ishlaydi, bu ham tez yo'li. Ba'zida shunaqa savollar juda ham kompleks bo'lib ketadi va mana bu berilgan raqamlar bunaqa kichkina emas, katta raqamlar bo'lib ketadi. O'shunaqa paytda qanaqa qilib ishlasa oson bo'lishini hozir ko'ramiz. Let's go. Hop, mana bunaqa table deb yozadigan bo'lsangiz, o'ziz mana bunaqa table paydo bo'ladi mana. Yoki mana bittadan qo'shish ham mumkin, bemalol, no problem. Mana sizga masalan faqat muhim joy bor. Bu x1, y1, x2, y2 pastda bitta nomus bo'lishi kerak. Shunchaki x ni qo'yadigan bo'lsangiz, bu ishlamaydi. So, 1da 5 ekan, biz yozib chiqamiz shunday valuelarni. 3da 13 ekan va 5da 11 ekan. 3da 13 ekan va 5da hop 21 ekan. Hop, biz endi mana shu yerda hozir mana shu yerda juda ham bir qiziq anov bor. Oldin hozir ko'rmadik bu yoqda hozircha. Bir zo'r qiziq funksiya bor. Buni endi Instagramda agar Instagramdan kelgan bo'lsangiz bu videoga, mana shu yerda aytgandim. Regression parameters degan qismi bor dasmasda. Bu bizga bergan data bo'yicha, ma'lumot bo'yicha hozir ma'lum bir formulani kiritadigan bo'lsak, o'sha formulani eng yaqin, the most probable demak bir variantini o'zi keltirib chiqarib beradi. Va buni ishlatish uchun, regression parameterga kelish uchun bizga bitta bunaqa bor, bitta belgi bor, tilde degan belgi bor. O'sha tengga o'xshagan, teng emas deganga o'xshagan, katta kichikka o'xshagan, bu ham bir value, demak sign, value emas. Va tildeni biz qanaqa ishlatamiz? O'sha bizga berilyapti hozir bitta savolda. Ko'ryapsizlar? They are saying that this is linear function. Bu chiziqli funksiya ekan. Va bizda endi o'tgan bo'lsanglar, hamma chiziqli funksiyalarning umumiy bir general formula, umumiy formulasi bor. Umumiy formulani endi menimcha bilasizlar. y1 odatda qanaqa bo'lardi? Yoki y teng bo'ladi, mx plus b bo'ladi. O'zi formula. Lekin bizga kirgizgan valuelar x1 va y1. Shuning uchun men demak y1 va x1 deb olaman va pastga shunchaki 1 ni o'zini yozsam, shunchaki 1 yozsam, u pastga tushib qoladi. X o'rniga 1 yozgan bo'lsam, pastga tushib qoladi. Mana. Hech nima paydo bo'lmayapti. Slayder qo'shishimiz kerak emas. Ko'rgan bo'lsangiz, mana y1 yo'qolib qoldi. Sababi nima? Sababi biz mana bunga teng yozdik. Teng emas, biz tilde yozishimiz kerak. Tilde ni endi klaviaturadan topishingiz mumkin. Klaviaturada o'sha boyagi escape ni pastida turadi. Shift ni bosib nima qilishingiz mumkin. Mana ko'rgan bo'lsanglar, bizda mana slope ni ham qiymati kelib chiqdi. M 4 ga teng ekan va bizga y intercept ham kelib chiqdi. Bu 1 ga teng ekan. Bu formulamiz degani bu, ya'ni bu nima degani? Bu degani y teng 4x plus 1 mana shu valuelari bor bo'lgan chiziqli funksiyaning ya'ni o'zim ham tenglamasi hisoblanadi degani. Hop, shunaqa javobimiz bor bo'lsa kerak. Javobimiz C ekan. Umid qilamanki tushunarli bo'ldi. Yana takrorlab o'taman. Tilde bu yerda juda ham muhim rol o'ynaydi va siz oladigan standart formula. Men nimaga buni oldim? Chunki bizga linear function deyilgan. Quadratic function bo'lsa boshqacha bo'ladi, exponential function bo'lsa boshqacha bo'ladi. Ularni ham hozir ko'rib chiqamiz. Shunga o'xshagan savollar yana bor. Davom etamiz. Qani keyingisi. The function f is defined by this. What is the value of this? Endi bu juda ham oddiy savol. Shunchaki -2 ga qo'yib ishlab qo'yishingiz ham mumkin. Javobi demak -13 chiqadi. Juda ham oddiy. Buni dasmas orqali ham ishlash mumkin. Endi bu savol emas. Bundan ham juda ham kompleks bo'lib ketganda, juda ham uzun value bo'lib ketganda qanaqa qilib ishlashingiz mumkinligini ko'rib chiqamiz hozir. Mana buni o'chirib yuboramiz. hx teng deyapti. Bizda 3x - 7 ga 3x - 7 da 3 chiqarib berdi. Mana h - 2. X o'rniga mana h - 2 qo'yib ko'ramiz. H mana -2 mana. Valuesi berilgan -13. Buni nima foydasi bor? Oson savol-ku. Shunda og'zaki ishlab qo'ysak bo'lmaydimi deyishingiz mumkin. Bo'ladi. Men bu savol har doim, ya'ni men bunaqa demak bizani tenglamamiz har doim ham ya'ni mana shunaqa oson bo'lib kelmaydi. Misol uchun 3x kvadrat plus nimadirlar, misol uchun yana nimadirlar bo'lib ketishi mumkin. O'sha paytda mana bunaqa ishlaydigan bo'lsangiz, ancha oson bo'ladi. Like instead of, har bitta x ning qiymatini qo'yib chiqqandan ko'ra. Mana tushunarli. Davom etamiz. Keyingisi chiziqli funksiya ekan. Oson, qiyin savollar. Hop. Bu ham oson savol ekan menimcha. X o'rniga hop, they are asking for y intercept. X 0 bo'lgandagi qiymat so'rashyapti. X 0 qo'ysam ham bitta -2 bor. Javob b bo'ladi. Mana bunda qiyin savollar bo'lib ketadigan bo'lsa, endi bu oson savol ekan. Buni ham yozib qo'yishingiz mumkin bitta. Mana chiqadi. Fx teng
1 taqsim 10x 1 taqsim 10x bu 10x bu 10x emas aytganimdek. Okay. Minus 2 ekan. Ha. Ana voy. Oh wait. Xato qildimmi? God damn it. Ha. 1 taqsim 10x minus 2. Voy. X 0 bo'lganda mana-yu. Oh my god. Yeah, I was just confused. Sorry. Soatimiz 1:05 bo'pti. Hop. Demak, mana x 0 bo'lganda, y minus 2, y intercept juda ham oddiy savol. Mana bunda qiyin, murakkab qanaqadir bir chiziqli funksiya yoki qanaqadir boshqacha funksiya bo'ladigan bo'lsa, y intercept topishni so'raydigan bo'lsa, shunchaki valyuni kiritasiz va x 0 bo'lgan paytdagi qiymatni topasiz. Let's go. Keyingisi. Hop. Bu sal boshqacharoq ekan. The function f is defined by this dot for what value of x does, ya'ni x nechi bo'lganda mana bu fx 58 ga teng bo'ladi deyapti. Shunda tenglamani yozib olamiz. Easy peasy lemon squeezy teng 5x plus 8 ga. Endi juda ham oddiy, mana fx teng 58 qilamiz. Mana shunaqa bo'lyapti mana. O'sha ham bitta boshqa nom paydo bo'ladi. Mana bitta sal tepaga kelsak mana. O'sha paydo bo'ldi. O'sha mana shu kesishadigan joyda demak x ning qiymati necha deyapti? Mana x ning qiymatini ko'rdingiz. X ning qiymati 10 ekan. Javobimiz A ekan. Davom etamiz. Yana chiziqli funksiya. Mana bu yaxshi savol. Mana qaranglar, bizga yana o'sha har xil valuelari berilgan chiziqli demak bu yerda funksiya emas, endi tenglama degan ekan. Graf bo'lgandan keyin u funksiya bilan ishlayapmiz degani. Mana x qiymati bor, y qiymati bor, x qiymati bor, y qiymati bor. Ikkita aniq nuqta bor va bizdan 3-nuqta qanaqa bo'lishini so'rashyapti. Bitta yo'li bor buni. O'sha mana buni va buni boyagi y teng mx plus b ga qo'yib chiqib, ikkovini tenglama qilib, uni demak m ni, ya'ni kim slope ni va y interceptini topib, keyin men buni x ning qiymatiga qo'yib ishlash mumkin. Aytganimdan ham tushungan bo'lishingiz mumkin. Ozgina uzunroq jarayon, buni tezroq ham qilib qo'yish mumkin. Dasmas orqali yana table kerak bizga. Kirgizamiz valyuni 21. Minus 89 taqsim 2. 89 taqsim 2. Keyingisi 12 ga 60 taqsim 2. 12 65 taqsim 2 ekan. Mana ikkita nuqta berilgan o'sha bizga. Va yana xuddi shu narsa qilaman. Y1 deyman. Tilde qilaman. mx1 qilaman. Mana va plus b qilamiz. Mana o'sha bizga yana qaytadan bu o'sha m ning va b ning aniq qiymatlarini berdi. Shuni qo'yib qo'yamiz, keyin x ning qiymatini hisoblaymiz. Qani. Endi y fx farqi yo'q, ikkalasi bir xil narsa, teng narsa har doim, buni bilasizlar. M ning o'rniga 2.33 qo'yamiz. X plusdan 4.5, mana valyularni kiritdim bunga. Va endi nimaga fx qilding deydigan bo'lsangiz, mana hozir bizga x ning qiymati berilgan. Hozir shu x ning o'rniga men o'sha men bu qiymatni qo'yaman va bizga a ning, ya'ni o'sha x 27 taqsim 4 bo'lgan paytdagi y ning qiymati kelib chiqadi. 27 taqsim 4 mana 20.24 ga 75 chiqibdi qanaqadir value. Mana shunga yaqin demak qiymat kelib chiqadi. Shunaqa. Manimcha bo'lar ekan. Manimcha 20.25 chiqadi. Endi baribir bu bo'lar ekan. Hozirgina mana shu yerda noaniqlik bor. 20.25 chiqar ekan. Aniq valyusi. So, yep. Bu yerda aytmayapti, aytishingiz mumkin. Bu yerda misol uchun qilgan demayapti-ku deb, ya'ni kim yaxlitlagan demayapti deb aytishingiz mumkin. Yaxlitlagan demayotgan bo'lsa ham, mana bu 2.33 chiqibdi. O'sha 2.33 ni misol uchun oxiriga chiqaradigan bo'lsangiz, mana o'sha 20.25 bo'lib qoladi o'zi. Davom etamiz. Hop. Keyingisi again. Oh my god. Again table. Hop. Faqat the table gives two values of x and their corresponding values of gx. G of x, where g of x is equal to f of x plus 5 over x plus 8. Oh my god. This is hard. Where what is the y coordinate of the y intercept? Oh my god. Okay. Y intercept so'rayapti bizdan. Qisqasi olganda hozir men aytmoqchi qiziq savol bu. Hozir ishlab ko'ramiz. Oldin tushgan bo'lsa shu savol, kommentda yozing agar tushgan bo'lsa, qanaqa ishlagansiz. Buni hozir dastur orqali ishlash yo'lini ko'rib chiqamiz agar ishlash imkoni bo'lsa.
table. Endi men savolni tanlab olganman baribir ham randomly. So, balkim testni ishlab bo'lish imkoni bo'lmasligi ham mumkin. Oh. Sorry. 9 qo'yamiz. 2 ga 0. Xo'p, va tenglamamiz yozamiz. Xayr, qizuv bo'ladi hozir. Y1 deyman endi, tabiiyki gx deb yozsam chiqmaydi ham bitga. Y1 tilde. Xo'p. fx ni bizga aytyapti, bitta muhim joy bor. Hali fx bu linear, chiziqli funksiya ekan. Chiziqli funksiyani biz bilamiz, umumiy formulasi bor. fx ni o'rniga men o'sha umumiy formulani kirgizishim mumkin bu yerga. Ya'ni kim mx1 plus b ni bunga qo'shilyapti plus 5 va bular bundoq qilamiz taqsim x plus x1 x1 plus 8 mini 8 ekan. Bo'ldi, mana bizda m ni ham qiymati bor, b ni ham qiymati bor. Endi shuni o'sha fx o'rniga yozib olamiz. Fx teng ekan shunda. Xo'p, m ni o'rniga 54 ekan. 54x demak b ni o'rniga -113 bo'lyapti, -113 ga. Bizdan y intercept so'ralyapti. Y interceptni buni endi aniq bo'lib turibdi. X o'rniga 0 qo'ysangiz -113 chiqadi. Bu savolning javobi -113 ekan. Menimcha qiyin bo'lmadi degan umiddaman. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Okay. Xo'p, keyingi savolimiz, ana yaxshi, yangilik, kvadrat funksiyaga o'tdik va yana bizga table kelyapti. Nega table juda ham qayta men oldim, shu savolni tanlab oldim. Chunki ko'pchilik o'quvchilarimiz regression parametersni boyagi tilde ni yaxshi ishlatishni bilmagani uchun ko'p vaqtlarini isrof qilib qo'yishyapti. Va siz, xudo xolisa, endi bu kvadrat funksiyada ham mana shu table ni qanaqa qilib ishlatish mumkinligini hozir o'rganasiz. It is a bit different, chunki kvadrat funksiyaning umumiy formulasi ham boyagi chiziqli funksiya umumiy formulasi ham farq qiladi. Yana xuddi shunaqa kirgizamiz buni. Xo'p, bu safar plus qildik. Xo'p, x -9 ekan. 155 -3 ga 127. -3 ga 127. 227 ekan, sorry. Xo'p, va 3 ga 155. 3 ga 155. Mana 3 nuqtamiz bor bizda. Endi qaranglar, juda ham muhim joyi. Y1 qilaman. Endi bu gx ga teng deb olishimiz mumkin keyinchalik. No problem. Tilde. Mana qaranglar, o'sha bizda a bor, bilasizlar. Endi umumiy demak uni tenglamasini bilasizlar. ax kvadrat bor. Plus bx plus 1 plus c bo'ladi, esingizda bo'lsa, umumiy formulasi kvadrat funksiyani umumiy formulasi. Shuni biz hamki pastga 1 qo'shib qo'yamiz, chunki biz hamki 1 kirgizganmiz va boya chiziqli funksiyani qilganimizda teng emas, tilde kerak bo'ladi bizga. Mana bitta y ham qolib ketibdi, y ham 1 bo'lardi. Mana bo'ldi, chiqdi. A -2 ekan, b -12 ekan, c 209 ekan. Juda ham oddiy. Xo'p, Xo'p, gx deyapti bizga fx plus 4 ga teng deyapti. Xo'p. OMG. Mana bu bizga berilgan fx ni nima ekan? Tushunarli. Xo'p, ancha qiyin bo'lmaydi. Xo'p, qani. fx ni qiymati bizga chiqdi o'sha, mana teng bo'ladi -2x kvadrat. Mana a o'rniga yozyapman. -12x plus 209 bu fx bo'ldi. Gx deyapti bizga, gx ni aytibdi. Bu fx plus 4 ga teng ekan deyapti. Shunchaki mana shuni yozib qo'yamiz. Ham bitta o'zi kelib chiqadi. Bu teng ekan gx ga. Mana gx teng ekan, detam bosangiz chiqmaydi. Shunchaki fx plus 4 deb qo'ya qolamiz, chunki bu fx ga teng. Bu ko'k turibdi mana. Xo'p, o'sha ko'k ana buning bizga nima so'rashyapti? Y interceptini so'rashyapti. Mana bu y o'qi bilan kesishadigan joyini so'rashyapti. Xo'p, mana turibdi. X 0 bo'lgan paytda bu 129 bo'lar ekan. Javobimiz 129. Mana tushundinglar? Gx mana bunga teng bo'lgani uchun men o'sha fx plus 4 ni yozib oldim hamki. Va shundan gx ni y intercepti, y intercepti kelib chiqdi.
yana kvadrat funksiya. Oh my god. Okay. Kvadrat funksiyalar sizlarni ko'p qiynaydi unda. SATda. No, yaxshi ham dasimiz bor. Bu system of equations ekan. Kvadrat funksiya emas ekan, faqat shunchaki o'zi. Demak, bitta kvadrat funksiya va bitta chiziqli funksiya bor ekan bu yerda. Demak, valyularni kiritamiz. X minus c. Y teng slayder hozir qo'shib qo'yamiz. Keyin shundan kirgizib olganimizdan keyin x minus 5 ning kvadrati edi menimcha. Xo'p, buni parabolasi hosil bo'libdi. Uni bor bizda уже value. Savol nima deyapti endi? Savol aytibdiki, the system of the system, oh my god, okay. The system has two distinct real solutions deyapti. Ikkita yechimi bor ekan. Shunda c ning qiymatini necha deyapti? Xo'p. Shuni qo'yamiz. Qani, qaranglar, mana bitta uje kesishmayapti. Ikkita demak solutioni bor degani kesishyapti degani. Shunchaki uni qimirlatib ko'ramiz. Qani, mana qaranglar, uje taxminan demak mana 5 dan o'tganda qiymat, ya'ni yechim ikkita bo'lyapti. 5 dan katta qiymat bizga kerak hozir. 5 dan katta bo'ladigan qiymat d bor ekan. Mana 7 qo'yib ko'ramiz hozir. Mana 7 ni o'zi mana ikkita yechim bor. 119 taqsim 4 qo'yib ko'ramiz. Shunchaki nima uchun? 24 ga ko'ryapsizlar. Bular bu yoqda yechim bitta bo'lar ekan. 129 taqsim 4 da. Va shundan javobimizni menimcha sizlarga aniq bo'ldi. Javobimiz D ekan. Chunki C 7 bo'lgan paytda mana bu ikkita tenglama, demak, o'sha ham ikkita qismda mana ko'rishingiz mumkin. Yana qaytadan kesishyapti. Keyingisi. Xo'p, gx is a quadratic function in the xy plane. The graph this passes through the points this and this. Bu ham xuddi shunaqa savol. Boya ishladik mana. Bizga bitta, ikkita va 3 ta nuqtani aniq demak x va y koordinatasi berilgan. Shundan biz mana bu kvadrat funksiyani a-sini, o'sha ham va b-sini va c-sini topib olishimiz mumkin. O'sha ham standard equationdagi. Buni ham table'ga bitta kiritib chiqamiz. Qani, hop, 12 ga 540. Hop, 16 ga 908. Va 0 ga 112 ekan. X 0 bo'lganda y 12 bo'lar ekan. Hop, va biz nima qilamiz? Endi ax kvadrat bir qolib ketmasin. Plus bx1 plus c. Bo'ldi. A'imizning qiymati bor, b'imizning qiymati bor. Va c'ning ham qiymati bor. Bizdan so'ralayotgan qiymat bu demak j24 deyapti. Shunchaki mana bu bu y ni deylik, shunchaki 24 ga teng qilib qo'yamiz. Hop. Wait. J24 degani x24 bo'lgan paytda, x24 bo'lgan paytda qayerda kesishyapti? Shuni valyusini topsak, xudo xolasa, OMG tepada ekancha. Varianti yo'q ekan buni. O'sha kesishgan joyini topsak, menimcha kelib chiqadi. OMG, it's just a lot. Bu voqealar ekan, osonroq yo'li. 24 da 1932 ekan. Endi bunaqa qidirmasdan aniq valyusini kesishgan joyini osonroq yo'li ham bor. Shunchaki boyagidek qilganimizda mana gx deymiz edi. Mana bu a bilan b'larni valyusini kiritib chiqamiz. 3x kvadrat plus 8x plus 12 bo'lyapti. Va mana bitta j deb 24 degan bo'lsangiz, mana shu valyu bu ham kelib chiqib turadi. Bunda bitta boshqa yo'li. Menimcha tushunarli bo'ldi. Hop, let's go. Exponential functions. Yaxshi, kvadrat funksiya tegadi. Exponential functions. Exponential function bu degani, darajali funksiya degani. Bu yerda, oh my god, this is the same thing guys again. Bizda ikkita nuqta berilgan, mana aniq y va x qiymatlari, ya'ni koordinatalari va a plus b ni so'rayapti va bizga mana bu umumiy standart formulasini ham berib qo'yibdi. Xuddi shu hozir nima qilgan bo'lsak, yana o'sha ishni qilamiz. Faqat tabledagi valuelar o'zgaradi va bizning umumiy formulamiz o'zgaradi. 3 0 ekan, x 3 ekan, y 0 ekan. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Hop, 0 va bunisi minus 342. Tushunarli. Okay, bizda bu boshqa qiymat yo'q ekan. Bu kerak emas ham bular hozir uje. Bizda ikkita qiymat bor, ya'ni ikkita nuqta bor. Endi tepadagi sancha bu minus 342 pastda bo'lsa kerak ancha. Va bizda umumiy formula bor. fx y teng deyapti. y1 tilde a bo'lyapti.
darajada x 1 bo'ladi plus b. Bo'ldi yana. Bo'ldi guys. A bilan b ning qiymati bor. Mana bizdan nima so'rayapti? What is the value of a plus b? A plus b deysiz, javob chiqadi. -336 savolimizning javobi ekan. Mana 1 minutdan ko'p vaqt ketmadi menimcha bu savolga. Lekin buni o'zingiz qo'lingizga qo'yib, mana bu 3 ni mana bu yerga value ga qo'yib, buni 0 ga tenglashtirib, keyin umumiy ishlaydigan bo'lsangiz, juda ham ko'p vaqt ketadi. Agar oson yo'li bo'lsa, aytinglar. Izohli yozib qoldingiz mumkin. Tam desmsiz ham ishlash mumkin bo'lgan. Bitta zo'r men YouTube video ko'rganimda o'sha tam desmis haq deydi u ham. Zo'r kod aytgan, qiziq. Juda ham qiziq kod. Hayotda ikkita narsa aniq. Bu adashmasam Da Vinci'dan bu. U bitta narsa aniq degan, adashmasam. Ikkita narsa aniq. Birinchisi bu o'lim. Hamma biladi uni. Ikkinchisi bu Desmos orqali ishlangan matematika savollari. Hammasining javobi aniq bo'ladi. Shuning uchun Desmosni ishlatgan yaxshiroq. Agarda uni tez 1 minutda yoki 1 minutdan kamroq vaqtda savolni Desmos orqali ishlashingiz mumkin bo'lsa. Menimcha charchoq bo'syapti. Humorni ham yaxshi menimcha qilolmadim. Xo'p, davom etamiz. Exponential function number 2. Adashmasam, number 2 ekan. Xo'p, nima deyapti bu? What is the y-intercept? Bu oson savol ekan. X o'rniga shunchaki 0 qo'yamiz. Mana bitta bu demak 1 chiqadi. Oson ekan bu. Javob menimcha A bo'lsa kerak. Shunchaki buni ham unda ishlab ko'rish mumkin. Desmosda. Shunchaki just to make sure, right? Hozir aytdim. Desmos aniq bo'ladi deb. Y teng -8. 2 deyapti. Darajasida x plus 22. Mana 0 ga 14. Y intercept. Davom etamiz. Javobimiz ekan. Oson. Hop. Okay. Exponential function number 3. Hop. The functions g and f and g are defined by the given equations where x is more than 0. Okay. Which of the following equations displays as a constant or bu savol juda ham ko'p tushyapti. Kimdir ko'rgan bo'lishi ham mumkin imtihonida. Martda ham menimcha shunaqa savol. Men martda har xil topshirganda shunga o'xshagan savol ko'rgandim. Va juda ham ko'p prediksiyalarda bu savol chiqdi. College board o'sha adashmasam Blue Book Practice Test 7 da ham, Test 8 da ham ko'pchilikda shu test o'sha constant yoki coefficient sifatida kelishi haqidagi savollar bor. Bu ikkita hozir uni kirgizib olamiz. Hop, they are asking for the maximum value of the function it defines. Okay, let's see. Hop. F of x thing x 2 0.4 x plus 2 ekan. O'zi bizda bor. Bitta tenglama. Gx bor ekan. Teng ekan u. Demak 232 ekan bu ham. 0.4 menimcha. Oh my god. Yana 0.4 ekan. Va OMG. Yana 0.4 ekan. Va bu yerda x minus 2 ekan daraja. Qarasicha oladigan bo'lsak menimcha bo'lishi kerak. Yeah, it worked here. Hop, ikkita exponential function berilgan. Mana ko'ki birinchisi va nima bu ekan? Qaranglar, bitta parametr bor. Men bu yerga qo'shmadim. Mana men bunaqa qilib qo'shish mumkin. X deyapti bizga 0 dan katta deyapti mana. Bu yerga qo'shib qo'yamiz shuni. Bu qiziq, juda zo'r narsa hosil qiladi hozir. X demak 0 dan katta deyapti. Hop, mana qaranglar, zo'r narsa bo'ldi hozir. Nima bo'ldi deydigan bo'lsangiz, o'sha mana ikkita qiymat paydo bo'ldi bizga. Mana bu yog'iga o'tmaydi mana. Agar 0 dan katta demaydigan bo'lsangiz, o'sha mana kechirish ham mumkin mana. Mana ketaveradi. Mana x 0 dan katta parametr kiritilgan bo'lsa, o'sha yog'i kelmaydi mana. Biz shu orqali nima qilishimiz mumkin? Tam o'sha bizga berilayotgan so'ralayotgan savol maximum value ni so'rayapti. X 0 dan katta bo'lgan paytda y ning maksimum valyusini va x misol uchun 0 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, u cheksiz ketaveradi. Cheksiz ketaveradi, tam y o'qib bo'yicha, unda maksimum valyu topib bo'lmaydi. Hozir mana shu x 0 dan katta degan parametrni qo'shganingizda sizga o'sha maksimum valyu ko'rsatiladi. Bu hop, shunda qarab olamiz. Bu adashmasam ikkita funksiyani ham eng katta qiymati. Adashmasam da, chunki hop, gx niki ko'rinmay qoldi. Bir daqiqa. OMG. Sorry.
Mana bu ekan. Xo'p, demak, pastdagisiniki GX niki eng katta qiymati 232 ekan. Buniki bo'lsa eng katta qiymati 234 ekan. Endi savolda so'rayaptiki bizdan qaysi funksiyalardan bu tenglamalardan bittasi o'sha o'zining eng katta valuesini, maksimum valuesini konstanta o'zgarmaydigan qiymat yoki koeffitsient sifatida ko'rsat deyapti. Bu yerda bilishingiz kerak, mana bu 0.4 ni koeffitsient yoki base sifatida olish mumkin yoki men x ni oldidagi raqam ham endi koeffitsient hisoblanadi. Mana bu ham base hisoblanadi va mana bu 232 mana bu yerda berilgan aniq. Demak, bu constant hisoblanadi. Chunki aynan mana shu raqam mana bu darajalarga aloqador bo'lmagan ravishda, misol uchun hozir x1 2 bo'ladigan bo'lsa, mana bu oshadi va keyin bu bunga ta'sir qiladi. 232 bo'lsa, it is kind of like mustaqil son, like basically here kind again o'sha constant sifatida ko'ryapti. Endi bizda bu tenglamalardan hop fx da 234 bo'ldi, gx da 232 bo'ldi. Hop, qaysi biri? Hop, fx 234. Hali 234 degan raqam bu yerda yo'q. To'g'rimi? Ko'rinmayapti. Tabiiyki 234 constant sifatida ham, koeffitsient sifatida ham berilmagan ekan. Demak, birimiz to'g'ri kelmas ekan, bir bor bo'lgan, hamma javob xato. A bilan C javob emas ekan. Endi tekshirib ko'ramiz. B ham o'xshaydimi yo'qmi? gx ning maksimum valuesini ko'rdik hozir. Mana. Hop, mana ko'rdinglar. 232 ekan. 232 constant yoki koeffitsient sifatida kelyaptimi? Ha, kelyapti. Mana 232 constant sifatida turibdi. So, I think the answer should be B. Well, yeah, let's go. Xo'p, bu martda tushgan savol, yaqinda tushgan savol, imtihonda tushgan savol. Bu ham boya o'rganganimizdek table orqali qilinadi va juda ham ko'p vaqtingizni tejaysiz agarda table orqali hal qiladigan bo'lsangiz. Mana bizga endi buni bilyapman oldindan, chunki martda ishlagandim shu savolni. So, and I hope I got it wrong. Not wrong. I hope I got it right. Endi har holda 790 chiqdi. Bu savolda xato qilmagandim menimcha. Buni x qiymati bor 2, y qiymati bor 6, x qiymati bor 5 va y qiymati bor 162 va shu orqali biz f7 dan 7 ni aniqlashimiz kerak. Let's go. Hop, table kerak bizga. 2 da 6 ekan va 5 da 162 ekan. Va bizning umumiy formulamiz y 1 qilib olaman, endi fx qila olmayman. Ishlamaydi. Mana bu a b bo'lyapti. Darajada qavs qilamiz. x1 taqsim n. Xo'p, mana bo'ldi guys. Bizda hamma narsa bor. Endi bu yerda bitta muammo bor. Men shunchaki misol uchun men bitta fx qilib a ning qiymatini, b ning qiymatini, n ning qiymatini shunchaki yozib qo'ysam ham bo'ladi-yu, lekin ko'rasizlar, a ni, n ni, b ning qiymati juda ham endi menimcha irratsional bo'lishi kerak, uzun ketyapti. Shu tufayli endi balki rasional bo'lishi mumkin. So we will see. Hozir uni kirgizadigan bo'lsam ham aniq value chiqmaydi. Shuning uchun osonroq yo'li bor. Bu nima deymiz buni? AB bor bizda. Mana AB ni o'zi berilgan mana yerda. Va x1 ni bizga x1 ni o'rniga 7 qo'ygin deyapti savol. Xo'p, buni darajaga olamiz. 7 deymizda taqsim n berilgan bizga. O'sha n ni yozib qo'yamiz. Javob 1458 chiqibdi. Bu to'g'ri javob bo'lishi kerak. Menimcha tushundinglar, tushunmagan bo'lsangiz, o'sha qaytarib, yana qaytadan ko'rib olishingiz mumkin. Yoki izoh yozadigan bo'lsangiz, mana shu joyni tushunmadim yoki mana shunday degan bo'lsangiz, men javob berishga harakat qilaman. Xo'p. Trigonometrik, o'sha trigonometrik funksiyalar, xo'p, videomiz o'chib qoldi. Xo'p, video keyinchalik davom etadigan umiddamiz. Hozircha ishlamayapti. Hozircha mana shu, demak, faqatgina screen recordingni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Menimcha mikrofonimiz yozyapti. Davom etamiz. Xo'p. Let's go. What is the value of cosine 200 like in 240 degrees? Juda ham oddiy savol. Bunaqa savollarni ham dastlabda ishlasa bo'ladi. Tushadigan bo'lsa mabodo sizga. Endi men tushmasa kerak imtihonda. Buni bitta kitobda oldim. Xo'p, shunchaki yozib qo'yasiz ana. Let's go. Cosine 240 deysiz. No, chiroyli raqamga o'xshamayapti. Chunki tekshirishingiz kerak. Hamda mana parameters joyi bor, settings bor. O'sha joydan radianni degreega o'zgartirib qo'yishni esdan chiqarmanglar, ko'ryapsizlar. Mana value o'zgaryapti mana. Degreega o'zgartirmaydi hech kim. Ko'pchilik shu degreega o'zgartirishni bilmaydi va mana shu savollarda
xato qilib yuradi. Javobimiz B ekan. Juda ham oson, juda ham tez ko'rganingizdek. Xo'p, keyingi savol. Bu yerda уже radian bo'lyapti. Sinus 3pi taqsim 4da, 3pi over 4da nechi bo'ladi deyapti. Buni ham ishlash mumkin. Juda ham oddiy. Shunchaki sin deysiz. Faqat bu yerda mana radianga qaytarib olamiz. Aytgancha esdan chiqib qolibdi. 3pi, to'g'rimi? Pi bormi bitta? Qaniydi? Taqsim, unda qavsga olamiz buni ham. 4 bo'lyapti. 0.707 bo'lyapti. Endi bu 3pi taqsim 4 endi shuni og'ziga ishlab qo'yishim mumkin yodlagan bo'lsangiz. Endi menimcha bu qiymat bu C bo'lishi kerak. No. Menimcha D bo'lishi kerak hozir. Our value it should be. So, yeah, tam 3 taqsim 2. Oh no, it turns out C. Okay, the answer is C. Endi men yodlab olmaganman valuelarni sinus 3pi taqsim 4dan nechta yoki boshqa nechaligini. And again, Desmus is accurate, so I just usually use that for this kind of questions. Davom etamiz. Xo'p, endi bitta qiziq savol bor. Buni ham bitta kitobda oldim. Bu ko'p tushmaydi imtihonda. Men bir martami ikki marta ko'rganman shu paytgacha. Bu teskari funksiyalar, teskari trigonometrik funksiyalar, o'sha arc cos edi. Bir martami ikki martami tushdi, qaysidir mock testlarda va ko'pchilik o'quvchilarimiz qanaqa qilib ishlashni bilishmadi. Bu aslida juda ham oddiy narsa. Shunchaki sizda mana find the value of x in the triangle below. Men bu savollarda sizga misol uchun burchakni aniq mana bu savollarda aniq burchak berilgan va o'sha aynan o'sha burchakdagi sinus yoki cosinus yoki tangent valueni so'rashim mumkin. Bu savolimizda bo'ladigan bo'lsa, mana ko'ryapsizlar, bu savolda demak qiymatlar berilgan, mana qiymatlar berilgan. Ya'ni tomonlar berilgan bizga aniq qiymati va biz burchakni nechiligini topishimiz kerak. Teskari funksiya basically. Qiymat berilyapti-da, burchak topish so'ralyapti. Bu savollarda burchak berilyapti-da, qiymat topish so'ralyapti. Juda ham oddiy, endi bilasizlar. Cosine bu adjacent over hypotenuse, let's say. Mana shu cosinus x teng bo'ladi 28 taqsim 50 ga. Bunday qilish mumkin. Mana cosinus demak x teng misol uchun 28 taqsim 50 deyish mumkin, lekin hech nima chiqmaydi bu yerda, hech qanaqa value chiqmaydi, x ning qiymatini bizga ko'rsatmaydi. Lekin teskari funksiyada mana shunchaki men bitga arc cos qilib va x ni o'rniga mana demak 28 taqsim 50 ni qo'yadigan. Yana biz tashlab ketdik ana buni. Taqsim 50 ni qo'yadigan bo'lsangiz mana o'sha hop, men bitta xato qildim yana. Degree qilish kerak ekan mana. Yana demak bizda mana valuesi kelib chiqadi. Demak burchagimiz 55.94 yoki approximately 56 gradus ekan men bitta. Bu endi ko'p tushmaydi, mabodo tushadigan bo'lsa ham bu yog'iga siz qanaqa qilib bunaqa savollarni ishlashni bilasiz. Which point x y is a solution to the given inequality in the xy plane deyapti. Y kichkina minus x plus 4 dan juda ham oddiy. Shunga qo'yib ko'ramiz va qaysi nuqta yotadi ko'rish mumkin bo'ladi. Y kichkina ekan minus 4x plus 4 dan. Bu savollarni Desmusda ishlash shart degani emas, shunchaki Desmusda ishlash mumkin degan narsani ko'rsatyapman hozir. Desmusda ishlasa ham ko'pincha tez ishlash mumkin bu savollar. X minus 4 bo'lganda, hop, x minus 4 bo'lganda, unda kattaroq olamiz. X minus 4 bo'lganda, demak 20 dan kichkina bo'lishi kerak ekan qiymat yoki shunaqa. 20 dan kichkina qiymat bo'lishi kerak ekan, 0 bo'lmas ekan. X minus 4 bo'lganda 0. Menimcha to'g'ri kelyapti. X demak 0 bo'lganda y 5 bo'lyapti. Yo'q, 5 to'g'ri kelmayapti. Javob B emas ekan. X 2 bo'lganda, o'sha 2 bo'lganda value negative, negativga o'tib ketyapti. To'g'ri kelmaydi. 2 bo'lganda minus 1 deyapti. Hop, 2 deganda minus 1 emas ekan, minus 4 ekan. Ya'ni bu degani y minus 1 tepada o'zi qoldi. Javobimiz menimcha minus A javob to'g'ri kelyapti. So, I guess shunaqa to'g'ri kelyapti.
Let's go. Let's go. Let's go. Okay. Xo'p, davom etamiz keyingi savol bilan. Which point is a solution to the given system of inequality in the xy plane debdi. Kirgizamiz. Let's go. Xo'p, kamgina qoldi dars tugashiga. Xudo xolisa. Mabodo zerikib ketgan bo'lsangiz. Bu kichkina deyapti. X plus 7 da. X plus 7. Xo'p, va y katta deyapti. Katta yoki teng deyapti. Minus 2x minus 1 ga. Okay. Xo'p, endi kesishgan joyi kerak bizga, mana kesishgan joyi o'sha kesishgan joyidagi valuelar demak ikkita tengsizlik ham to'g'ri keladi degani. Mana hozir buni o'chirgan bo'lsak, mana bu faqat birinchi tengsizlikniki, mana bu bo'lsa ikkinchi tengsizlikni va kesishgan joyi mana bu o'shadan qora va qizil kesishgan joy bo'lyapti. Va mana shu yerda mana bu bizani nuqtalarimiz uchrashi kerak. Endi ko'rib chiqamiz. Minus y x minus 14 bo'lganda y 0 bo'lsin deyapti. X minus 14, hop, minus 14 bo'lganda deyapti. Hop. X minus 14 bo'lganda y minus 7 ekan. Y 0 bo'la olmas ekan. Crosslar bu tomonga o'tib ketyapti. Bu yoqda umuman to'g'ri kelmaydi. Hop, x 0 bo'lganda, x 0 bo'lganda, hop, mana bu bo'lyapti. Y minus 14 bo'lsin deyapti. Hop. Demak, x 0 bo'lganda, uje lekin bu yoqda x 0 bo'la olmaydi hamda. Minus 14 bo'lishi uchun yo'q, menimcha to'g'ri kelmaydi. Bu yoqda yo'q, to'g'ri kelmas ekan. C x 0 bo'lganda y 14 bo'lsin deyapti. Yo'q, maksimum 7 bo'lishi mumkin ekan bu yoqda. Va x 14 bo'lganda, qani x 14 bo'lganda, x 14 qayerda endi bizda? X 14 taxminan, hop, men bitladi ekan. Hop. X 14 bo'lganda, y 0 mana x 14 bor mana bitta bizda, y 0 mana bitta. Demak, mana shu nuqta umumiy kiryapti. Javobimiz D bo'lishi kerak. Men adashmagan bo'lsam. Xo'p, savol ham bo'ldi. Xo'p, tugabdi. Mana tenglamalar, funksiyalar va tengsizliklar tugadi. Hammasini ko'rib chiqdik har xil savollar bilan. Umid qilamanki tushunarli bo'ldi. Va percentage bor va ozgina bir ikkita ishlatish mumkin bo'lgan statistik qismi ham bor. Shuni ko'rib chiqamiz and then that's it. Nu yana o'sha bir ikkita oxirida umumiy yechim kerak bo'lgan narsa bor and then we will see. We will finish basically. Hop, let's go. Bu savol ham martda tushgandi. Martdagi imtihonda 2025-yilda. Ya'ni yaqinda bo'lgan imtihonda. Va real estate hop, endi men buni darsda ishladim. Juda ham oddiy savol. A real estate company offers a series of 3 webinars. So, okay, 1,250 people attended the first webinar, 46% of the people who attended the first webinar attended the second webinar, and 32% of the people who attended the first and second webinar attended the third webinar. Basically, umumiy birinchi webinarda 1250 ta odam bor ekan. Ikkinchi o'sha qatnashibdi. Ikkinchi webinarda birinchi webinarda qatnashganlarning 46% qatnashibdi. Va 3-webinarda birinchi webinar va ikkinchi webinar, ya'ni o'sha qatnashganlarni 32% qatnashibdi deyapti. Bu so'z o'yini. So'z o'yini adashib qolish kerak emas. Buni dasmasda qanaqa ishlashimizni ko'rib chiqamiz. Let's go. Hop, mana shunaqa nolisi bor, mana hozir ko'rsataman sizlarga. Mana xohlagan raqamingiz bor, 46 deb, masalan, mana shunchaki percent o'sha boyagi shift 5 ni bosadigan bo'lsangiz, percent chiqadi. Mana 46 like 46% off deb shunchaki o'zi paydo bo'ladi. Men off o'zim yozganim yo'q, mana 46% deydigan bo'lsangiz, ana o'zi kelib chiqib oh my god, chiqib qoladi shu yerda. Va men kerak raqam bor, 1250 ning 46% kerak menga. Shuning uchun 1250 yozaman. Mana 575 ta odam, bu nima degani? Ikkinchi webinarda qatnashibdi degani. Hop. Ya'ni birinchi va ikkinchi webinarda qatnashibdi degan ikkalasi ham. Endi aytibdi, keyin davom etib ko'radigan bo'lsangiz, o'sha 575 kishining 32% 3-webinarda ham qatnashdi deyapti. Bunda ham juda ham oddiy, mana 32% deymiz-da. 575. 184 javobimiz. Hop. 184 chiqar ekan. So I think you got what I mean here. Hop, bo'ldi, mana bo'pti, bizga tugadi. Xudo xolisa savollarimiz. Oh my god, okay. O'sha 1 soatdan ko'p bo'lib qoldi. Umid qilamanki ushbu dars sizga foydali bo'ldi.
mana chap tomonda chiqadi, chap tomonda. O'sha chap tomonga siz tomondan endi o'ng tomonga chiqsa kerak, tepada o'sha link chiqadi. Shu linkka bosadigan bo'lsangiz, sizni men o'sha Desmos bo'yicha har xil savollar, Desmos orqali ishlash mumkin bo'lgan har xil savollar to'plab qo'ygan exercise'larim bor. O'sha exercise'larga sizni olib boradi va o'rgangan narsalarimizni practice qilishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, videomizni oxiriga ham yaqinlashyapmiz. Men qanaqa videodan nima o'rgangan bo'lsam, hammasini sizga o'rgatdim. Shuning uchun video juda ham uzun bo'lib ketdi. Lekin umid qilamanki, siz videodan juda ham katta foyda oldingiz va agarda video foydali bo'lgan bo'lsa, sizga rostdan o'rtoqlaringizga, tanishlaringizga, SAT o'qiyotgan odamlarga ulashing. Chunki ko'pchilik bu texnikalarni bilmaydi va o'sha boshida aytib o'tganimdek, o'zlari loyiq bo'lgan ballni ola olishmayapti. Vaqtlari o'sha savollarda ko'p ketib qolib. Hozircha shu. Kanalga obuna bo'lib qo'ying, chunki bundan buyog'iga xudo xolisa yana SAT bo'yicha foydali kontent ulashishda davom etamiz. I think that's it. So, thank you for watching. Peace, guys. See you in the next video. Well.